Assalomu alaykum, Persep ishqibozlari. Mana Persepimiz xudo xolasa Namangan viloyati Chust tumani G'ova qishlog'iga jo'natilmoqda. Persepimiz Namangan viloyatidan egalari kelishdi, mana shofyorlar mana. Mana shu Merska yo'qlar xudo xolasa chiroyli bog'lab o'rnatib beryapmiz, mahkamlab. Kimga qanday persep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Har xil razmerlarda, har xil variantlarda qilib tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimiz ekranga yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Persepimiz mini traktor uchun tayyorlandi, o'ngga chapga ag'daradi. Elektr montajlari, silindr shlankalari hammasi bo'ldi, tayyor bo'ldi. Balonlari 15-20 metr bo'lgani, stupitsa diskasi, risollar, traktor teleskasi risollaridan, o'slarimiz rossiyskiy birovoy turbadan. Silindrlargacha qo'yib, shlankalargacha qo'yib, tortib tayyorlab berdik. Persep o'ngga chapga ag'daradi. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. G'ova qishlog'ilik tog'a.